Er-xotinlar bir-birining avratlariga qarshi bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Er-xotinlar bir-birining avratlariga qarshi bo'lamdi? Qarash hadisda cheklangan. Qarasa ko'zni ojizlashtiradi, unutqoqlik keltirib chiqaradi deydiganlar bor ekan. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Kishilarning ko'z qarashlari qandoq bo'lishidan qat'iy nazar biz shariat ko'rsatmasi bo'yicha ish tutishimiz lozim. Shariat ko'rsatmasida er-xotinlar bir-birining avratlariga qarshi bo'lmaydi deydigan biror sahih ko'rsatma yo'q. Aksicha, Qur'on Karim va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida buning joizligi haqida bayon kelgan. Birinchi, Qur'on Karimda nijotlikqa erishadigan mu'minlarning sifatlarida to'xtalganda Haq Taolo aytadi: avratlarni saqlag'uvchilardir. Faqatla juftlarga yoki ilkidagi cho'rilariga saqlamasa, ular malomatga uchramaydiganlardir. Mu'minun surasi 5-6 oyatlar. Ikkinchi, Bahiz ibn Hakim atsa orqali bo'g'isi Muaviya ibn Haydar radhiyallohu anhuning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Men, ya Rasululloh, avratlarimizning qaysisini qo'yib, qaysisiga qarasak bo'ladi desam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avratingni ayoling bilan cho'rangdan boshqalardan saqlagan dedi. Uchinchi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollar bilan birga yuyunganligi er-xotin bir-birining avratlariga qarshi bo'lganligini ko'rsatdi. Masalan, Urva rivoyat qiladiki, Aisha radhiyallohu anha men payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga Farihiq deb ataladigan bir qochidan suv olib g'usl qilatdim degan. Birga yuyunganligi yana sahihaynda Ummu Salama, Maymuna radhiyallohu anhumalardan rivoyat qilingan. Hafiz ibn Hajar aytadi: ba'zilar bu hadisni er kishi ayolining, ayolimi erining avratiga qarshi joiz bo'lganligiga dalil ko'rsatgan bo'lib, buni Ibn Hibban Sulaymon ibn Musadan qilgan ma'ruf rivoyatni kuchlantirdi. U er kishi ayolining avratiga qarash haqida so'ralganda, men Atadan so'rasam, u men Aisha radhiyallohu anhadan so'ragan. Aisha mushu hadisni ma'nosi bilan so'zlab bergan deb javob berdi. Mushu hadis mushu masaladagi keskin aniq dalildir. Vallohu a'lam. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qiladiki, Maymuna radhiyallohu anha bundoq degan: men g'usl qilish uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga suv keltirgan edim. U zot qo'llarini 2 yoki 3 qatim yuvdi. Andin so'l qo'liga suv quyib avratini yuvdi. Andin qo'lini yerga surkidi. Andin eg'iz burnini chayqadi va yuzini, qo'llarini yuvdi. Andin butun badaniga suv quydi. Andin joyidan yutkilib putlarini yuvdi. Yuqorqi dalillar er-xotinlarning bir-birining avratiga qarashining joizligini aniq ko'rsatdi. Ba'zi olimlar juftining avratiga qarshi makruh deb qaragan va buningga ba'zi hadislarni dalil qilib ko'rsatgan. Masalan, Hanbali mazhab olimlaridan Imom Ibn Qudama mundaq deydi: avratga qarash makruh, chunki Aisha radhiyallohu anha men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning avratini faqat ko'rib boqmadim degan. Buni Ibn Majah rivoyat qilgan. Yana bir xil rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan avrat ko'rmadi, menmi uningdan ko'rmadim deb kelgan. Lekin bu hadis muhaddislar tarafidan yolg'on yoki zaif deb baho berilgan. Masalan, Tabarani rivoyatidagi Baraka ibn Muhammad haqida Imom Dariqutni sunanida Baraka yolg'on hadis to'qiydi degan. Ibn Majah rivoyatini Imom Busayri isnodi zaif degan. Yana Utba ibn Abd as-Sulami radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biringlar ayoliga yaqin kelganida yo'ginib olsin, yav eshaklardek yalang'ochlanib ketmasin degan. Hafiz Iroqiy bu hadisni sanadi zaif degan. Imom Busayrimi bu isnad zaif degan. Shayx Albanimi zaif degan va yana buni Nasaim rivoyat qilib aytdiki, bu munkar hadis, raviylardan sadaqa zaif degan. Yana Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biringlar ayoli bilan jima qilsa, ayolining avratiga qaramasin, chunki bu amallikni keltirib chiqaradi degan. Bu hadisni Baqiya ibn Muhallad rivoyat qilgan bo'lib, Hafiz ibn Hajar, Ibnul Javzi va Ibn Hibban qatorliq muhaddislar yolg'on hadis deb kesib aytgan. Shayx Albanimi yolg'on degan. Demak, hadis tadqiqotidagi qoidalarga asoslanganimizda bu haqdagi joizlik haqidagi qarashga zid ma'noda cheklash hukmini beradigan zaif va yolg'on hadislar hukm olishga yaramaydigan bo'lib, bular joizlikni ko'rsatadigan sahih hadislar oldida put terib turolmaydi. Qarash adab jihatdan bo'lmaydi degan taqdirda qarashdan yuqori darajadagi ishlar, shundaqla jima qilishning o'zi texim adabsizlik, jima qilmaslik texim adabga yaqin bo'lsa bo'ladi. Ba'zi Hanafi mazhab kitoblarida er-xotin bir-birining avratiga qarshi joiz, lekin ko'zni ojizlatadiganligi, unutqoq qilib qo'yadiganligi jihatdan qaramagan afzal degan bo'lsa-mu, bu Hanafi mazhabidagi keyingi ba'zi bir olimlarning shaxsiy qarashi bo'lib, undaq ziyonliq bo'lishi ya shariatda yoki tibobatda ilmiy isbotlangan emas. Abu Yusuf rahmatullohi alayhidan kelgan bir rivoyatda mundaq degan: men Abu Hanifadan hissiyatini qo'zg'ash uchun er kishi xotinining avratini, xotini erining avratini tutsa bo'lmaydi deb qaramdilar deb so'rasam, u yo'q, texi ajri katta bo'lishini umid qilaman dedi.
Demak, Hanafiy mazhabidami er-xotinlar bir-birining avratlariga qarash cheklanmaydi. Qaramagan afzal degan ba'zi Hanafiy olimlar yuqorqidek yolg'on hadisning yolg'onligiga diqqat qilmay qolgan bo'lsa kerak. İmam Abu Hanifa rahmetullahi alayhining bergan javobi biringlarning jimo qilishidami sadiqi bor degan sahih hadisdagi ajrga ishoratdir. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatullah Fatvolar majmuasi 1-tom 190 numurliq fatvo.